Assalomu alaykum, hurmatli No'xat Qog'oz 24 kanalining qatorchilari. Bugungi kunga 23 fevral 2023-yil biz bir oila ko'tining Qayrag'och aylanına keldik. Şu yerda sloy ochilgan ekan. Daryoga aytib bersak, o'shda kelganda sol joqda ochilgan do'kon, mana Qizilka, Batken, Qadamjoy joqda kelganda o'ng joqda Aysul degan do'konning ikkinchi qavatında sloy ochilibdi. Şu yerda ma'lumot olib beramiz. Ketdik onda. Dilonsa like, boshqa kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli. Hurmatli qonaq, mana keldik sloyga. Sloy açılğana 3 gün bolupdur. Bar joq bar ekan. Qarangizlar, tomoqtanib ketsangiz bo'ladi. Saat 8dan kechki soat 12-1gacha ishlaydi ekan. Kelib tomoqtanib ketsangiz bo'ladi. Hurmatli No'xat Qog'oz 24 kanalining qatorchilari. Qarangizlar, stollari ham yaxshi, teylari yaxshi ekan. Tomoqlari hozir menyuni ko'rsatamiz. Kamazlar kelib choy ichib ketsalar bo'ladi ekan. Bar joq qilsangizlar bo'ladi ekan. Sharmasi bor ekan. Bishtekis, gulash, lag'mon, manti, polni bor ekan. Hurmatli tuğanlar kelib tomoqtanib ketsangiz, zakazdan dastaklan bo'ladi. Sharma farmaga. Hozir es nomerini yozib qoldiramiz. Bizga qoldirib qo'yamiz, nimaga yozib. Minusni ko'rsatamiz hozir. Hurmatli tuğanlar, mana minusni qarangizlar. Minus ko'rinib turibdi, tuğanlar qarangizlar. Mana. Minusi. Ko'rinib turibdi tuğanlar. Suvsuzliklar ham bor ekan, bar joq bor ekanda. Kelib tomoqtanib ketsangizlar, men de tomoqtanib ketaman, shu yo'lning bo'yi. O'shdan Qizilkadan kelganda sol joqda, o'ng joqda No'xat O'shdan kelganda sol joqda ekan, ketsangizlar. Qizilka, Batken, Qadamjoydan kelganda o'ng joqda Aysul do'konining ikkinchi qavatida 12 soat ishlaydi. Kelib tomoqtanib ketsangizlar bo'ladi, hurmatli tuğanlar. Hozir es nomerini yozib qo'yib, bizdan olsay, like, boshqa kommentar yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Görüşürüz.